24/7 ishlash Bu g'ururlanadigan emas, achinadigan holat. Ochig'i hayron qolaman. Qanday qilib ba'zi odamlar faxr bilan Men kuniga 4 soat uxlayman. Dam olish kunlarim yo'q. doktorga borishga umuman haqqim yo'q, mana bilasan o'rtoq, deb aytishadi. Bu yutuq emas. Bu to'g'ridan to'g'ri ruhiy tushkunlik va ichidan yonib kul bo'lishga olib boradigan yo'l. Ayniqsa tengdoshlarim orasida bunaqa qulab qolguvchi ishlash madaniyati ommalashib bormoqda. Men ham ilgari kechalari qolib ishlardim. O'zimning vazifam bo'lmasa-da, yaxshi ko'rinish uchun hamkasblarimning ishini ham qilaverardim. Xullas, chiranib ishlardim. O'ylardimki, rahbariyat meni qadrlaydi, hamkasblarim hurmat qiladi. Aslida esa men shunchaki ular uchun kimningdir yukini ko'tarib yuradigan qulay odam bo'lib qolgandim. Eslab qoling, siz bergan qurbonliklar hech qachon qadrlanmaydi. Ularni hamma odatiy hol deb qabul qiladi. Eng qizig'i, agar siz o'zingizni avaylab ishlasangiz, sizni intiluvchan emas, maqsadsiz deb hisoblashadi. Soat 6 da ishni tugatib uyga ketsangiz, sizni ishga yuzaki qarayapti deb loqayd insonga chiqarishadi. Agar shaxsiy hayotingiz bo'lsa, demak, pul ishlashni istamaydi deyishadi. Shuni unutmang do'stim, dam olish bu uyat emas. O'zingizni yaxshi ko'rish ham uyat emas. Ishdan ko'ra shaxsiy manfaatlaringizni yuqori qo'yish bu ham uyat emas. Bu dunyoda inson o'rnini inson bosadi. Yon atrofingizni qadrlang va sizni qadrlaydiganlar bilan ishlashga odatlaning.